Galim nima qilyapti bu yerda? Galim bilan tortishishga hozir vaqtim yo'q edi aytgancha. Johan oldiga borishim kerak edi. Joha shu yerda bo'lsa kerak menimcha. Va hello do'stlar, sizlar bilan men Jack MK va bugungi videoda ko'rishib turibmiz va videoga like bosib kanalga obuna bo'ling va bundan keyingi videolar juda ham ajoyib chiqadi va Joha qayerda edi? Aytishmasam polsekinlarning oldiga edimi? Ha, malaka Joha. Yo, Jack nima gap, bratishka? Hech gap yo'q. Nima demoqchisan? Nima bo'lyapti? Mer garaj otilyaptimi? Ha, shu mer garaj qurdirayotgan ekan. Xullas, merning oldiga boramizmi? Ha, yur, farqi yo'q, borsak boraveramiz. Ha, bo'ldi, unda ketdik. Korotchi, mer qurdirayotgan ekan. Kim bo'lmasa, mana shu yerga bir danlikka qurdiramiz. Merning ham mashinasini shu yerga qo'yib. Ha, yur, borsak boramiz, farqi yo'q menga. Ha, mer qayerda ekan? Shu uyda bo'lsa kerak. Menimcha qayerda bo'ladi? Uyda bo'ladi. Daraxt ustiga chiqib o'tirmaydi-ku. Ha, shu bilib bilmaydi, biror joyga ketmagan bo'lsa. Ketmaydi. Xotinning oldiga uyiga borishi mumkin, boshqa joyga bormaydi. Shu menimcha quruvchi ham shu yerda bo'lsa kerak. Sher merdi uyimi? Ha, shu. Ayla ko'rinyapti derazasidan. Ha, shu quruvchi ham shu yerda ekan. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Joha. Ha, yaxshimsan Joha? Ha, chotki. Jakam bor yonimda. Ha, Jak yaxshimsan? Ha, yaxshi. Kalotchi nimadir qilish kerak debsiz-a? Ha, garaj qurish kerak edi. Shu garajni bitta joyga qurmoqchi edik. Ketdik ko'rishsada. Ha, mayli, men quruvchi bilan qalaysiz? Yaxshimisiz o'zi? Yaxshi bo'ladi. Qayerdan quramiz garajni? Bilmadim, lekin mer aytgan yo'q. Ha, mana bu mashinaga garaj quramizmi? Ha, shu mashinaga qurish kerak ekan. Bo'ldi, farqi yo'q. Qursak quraveramiz. Ikkalamiz quramiz. Kim quramiz? O'zim quraman qurishga, lekin qayerda qurishni bilmayapman. Shu mashinalarning oldida quramanmikan bilmadim. Shu yerdan qurib qo'yavering, ustiga qurib qo'ying mashinani. Ha, bo'ldi, unda quramizda. Jak ketdik o'zimiz bo'lmasa, yur. Ha, mayli ketdik. U quraveradi. Mayli. O'zimning ishlarim bor-da, o'zimning ishlarimni ko'rishim kerak va ishlarimni tugatsam, keyin boshqa ishlarga o'taman va nima qilardim? Bekorchiman-ku hozircha. Polsekinlarni yig'ishtiramanmikan, bekor vaqtim bo'lsa agar boshqa ishlarni ko'raman-da, xullas vaqtim bo'lsa nimalardir qilaman-da. Va mana shu yerdan qurdirtiramanmikan yoki merni mashinasini olib kelamanmikan? Men shu mashinani olib kelaman. Xullas, birinchi bo'lib polsekinlarni olishim kerak. Chunki polsekinlarni olishga Johaning narsalarini olishim kerak. Johaning narsalari o'zi tayyor turadi har doim. Shuning uchun narsalarni olib olishim kerak. Bu yetadi. Va merning uyining oldidan narsalarni olib olishim kerak. Shuning uchun bularni oldim va endi merning uyiga borishim kerak. Eshikdan nima sig'mayapman? Bilmadim, lekin tushunmay qoldim. Mana shu yerdagi pishib turgan ekan, o'zi qaysidir qishloqniga bo'lsa, mayli, endi uxladi. Qayta yeb qo'yaman, keyin o'zi hosilni qayta olib oladi. Menga farqi yo'q, keyingi martasilarga oladi. Suv qandaydir necha turibdi, bilmadim, lekin bitta joyi salgina kam bo'lib qolgan ekan. Nimadandir kam bo'lib qolganda tushunmay qoldim. Mayli, bu yerda sabzini yeb qo'ysam yaxshi bo'ladi. Hammasi bir xil bo'lib ketmasin, aralashmasin va kartoshkalarni ham ekib qo'yish kerak. Endi merning oldiga boraversam bo'laveradi. Mer xullas parkovkaga qayerdan quriladi? Shu parkovkaning oldida quriladi. Unda parkovkaning ustidan qurilsa yaxshi bo'lardi. Xullas, men Johaning narsalarini ham yig'ishtirib qo'ysam yaxshi bo'ladi. Baribir o'zi bekor. Lekin yig'ishtirmaydi. Men shularni yig'ishtirib qo'ysam yaxshi, ajoyib. Mana shu yerda turib qo'yib bo'ldi. Ana endi ajoyib. Juda tartiblangan ekan, yaxshi. Endi o'zim ham tartiblanib qo'yaman. Bularni ekib qo'yish kerak. Sabzlar, mana shu yerda sabzlarni ekib qo'ysam, qolgan joyga kartoshkalarni ekib qo'yaman va tak. Polni sabzi ekib qo'ysam ham bo'laveradi. O'zi sabzi juda foydali. Yana shu yerga tib ketdi. Mayli, so'zlab olaman. Mana shu yerlar yaxshi bo'ldi. Endi Joha ham bu yerga kelib o'tirmasa ham bo'laveradi. Ishlarni qilib qo'ydim. Endi men shuni to'g'rilab qo'yish kerak. Mayli, endi so'zlandi va Johaning polsekinlariga qo'shib qo'yaman. Yaxshi, bir kun Johaga plus bo'ldi. Yaxshi. Bularni endi qo'shib qo'ysak bo'ldi va nima? Eshigi juda nitoq qurilgan ekanda. Juda yomon qurilgan. Kirish salgina qiyinroq, lekin chiqish osonroq. Mana joylashtirdim. Endi boshqa ishlarga o'taversam ham bo'laveradi. Endi quruvchini olib kelib ko'rsatamanmikan? Shu quruvchini oldiga boramanmikan? Merning oldiga borish kerak. Birinchi bo'lib, chunki merning oldiga borsam o'zi hamma ishlar ma'lum bo'ladi va mer qayerda ekan bilmadim. Bu galim yangi tenayotgandi, nimagadir tegmay qoldi. O'zimni uyimga siqmayapman. Hammasi eshikning oldiga turib olgan. Nimagadir nima bo'lyapti? Nimasi qiziq? Nima? Birorta kulgili narsa bo'lyaptimi yo biror narsa bo'lyaptimi? Bilmadim.
hammasi qishloqlar kirib olmoqchi bo'ladi. Nima, hammasi eshigimning oldiga yuribdi. Har joyga tarqalib yursa bo'lmaydi. Men bitta joyda g'iybat qiladi. Bilmam. Mayli, merning oldiga bo'laversam ham bo'laveradi. Menimcha merning oldiga bo'lsa kerak. Quruvchi sherdamikan? Yo'q, quruvchi qayerda mer? Bilmadim, shahar qurishga ketgandi, lekin ko'rsatib yorgan o'zi quraveradi. Mayli, unda qurishga borib ko'rsatib yoraman. Unda quruvchini topish kerak. Tak. Mayli, qidirib ko'ramiz. Birinchi bo'lib kompyuterxonani ko'raman. Kompyuterxona nimalardir olishimga to'g'ri keladi yoki ko'ramiz-da. Xullas, narsalarni aytgancha olishim kerak. Jo'xaning uyidan. Jo'xa qayerda ekan bilmadim, lekin qayergadir ketgan bo'lsa kerak. Menimcha shaharga ketgan bo'lishi ham mumkin. Mana shu quruvchilarga mana shu narsani bersam bo'laveradi. Va mana shularni olib borib berishim kerak. Tak, eshikni yopamiz va nima yopilmaydi? Nima bo'lyapti? Nimadir bo'lgan eshikka. Yo, eshikka biror narsa bo'lgan, yo qo'limga biror narsa bo'lganmi? Bilmadim. Endi quruvchini topish kerak. Quruvchiga narsalarni olib kelib bersam, o'zi quraversa kerak. Birinchi bo'lib o'tini olib kelish kerak. O'tin eng yaqin joydan o'tinni olib kelaman. O'zi kesish yomondir, lekin mayli, kesmasam bo'lmaydi. Bu haqiqiy hayotda emas, bu o'yindaligi uchun kesishim mumkin, lekin haqiqiy hayotda juda yomon. Shuning uchun normaliy uzoqroqdan kesishim kerak. Mana shu yerdan kessam ham bo'laverar ekan. Bizga qanchalar o'tin yetadi? U bitta parkovkani joyini qilish uchun anchagina o'tin kerak. Qanchaligini bilmadim, lekin anchagina yetishim kerak. Ustasi 60 bo'lsa, yo'q, anchagina kerak bo'lar ekan menga. Shuning uchun ko'proq ortiqchasi bilan olib borsam, biror narsa qilaman, qishloqlarga sotamanmikan yo nimadir qilaman-da, yetsa kerak. Mana shu. Endi borib qolgan narsalarni ham olishim kerak. Shaxtadan konlarni olishim kerak. Anchagina toshlar ham ketaradi. O'zi tosh bilan bitib qolsa kerak. Mayli, qayerda edi shaxta? Adashmasam shu yerda edi, yaqin atrofga edi. Bilmadim, lekin mana shu atrofda bo'lishi kerak. Yo'q-ku. Shu atrofda edi, adashmasam. Bo'ldi endi. Shu yo'ldan chiqib olaman. Men ham narsalarni oldim. Kelaver endi. Mayli, mana boryapman, narsalarni olib boryapman. Quruvchini topib berib kel. Mayli, unda mana hozir quruvchini topaman va hamma narsani berib olaman va quruvchini topish kerak. Navbat, mana keldim xullas. Quruvchi ham yerda edi. Mana shu hamma narsalarni taylaydi, o'zi qurib taylaydi. Mana taylayapman, qarochi. Mana tayladim. O'tinlar tayyor, quraversinmi? Shexdan quraveradi xullas. Mayli, unda parkovkaga yetib qo'yib qo'yayinchi mashinani. Parkovkaga yetib qo'ysam yaxshi bo'ladi. Aytgancha so'ramaman. Mer parkovkaga yetayin mashinangizni. Mana shu mashinani parkovkaga yetib qo'yib kel. Unda mayli, aytaman. Mashina qayerga edi? Qayerga ketdi? Mana uzoqda ekan. Juda uzoqqa ketib qolgan ekanmi yoki shexda edimi? Shexda edi. Bo'ldi. Mana shu mashinani etib parkovkaga qo'ysam o'zi qurib qo'yadi. Bu nima oylik bo'ladi-ku, baribir shuni ustidan oylik oladi-da, o'zining ishining ustidan. Shuning uchun parkovkaga yetib qo'ysam o'zi quraveradi. Menga o'zi qurishga hech qanday ish yo'q va dam olsam ham bo'laveradi. Yaxshi, men shuni aytib qo'yib qo'ysam bo'ldi. O'zlarimning ishimni ko'raveraman. Nima buncha chiqish qiyin. Bu mashina o'zi yarim soatdan qolgan ekan, ya'ni o'zini muddatini o'tagan mashina ekan. Mana shu Jo'xani uyidan urib qo'ymasdan o'tsam yaxshi bo'lardi. Sekingina o'tib olish kerak mana shu yerdan. Juda yomon mashina ekan. Sirpanib ketyapti. Nimaga sirpanadi bilmadim. Lekin yurishi yaxshi ekan, lekin yarim soatdan qolgan ekan, juda eski mashina ekan. Ikkita BMWning o'rtasida oddiy mashina. Mayli. Mana shu Jo'xaning mashinasini oldiga qo'yamanmikan, juda yaxshi turmayapti bu mashina. Nimagadir yaxshiroq qo'yib qo'yish kerak. Turmaganni endi buni salgina oldiroqqa chiqib ketdi. Jinosa. Salgina oldiroqqa va mana parkovka zo'r bo'ldi. Yaxshi turmadimikan bilmadim. Bo'ldi. Endi umuman shu turaversin. Wow. Jo'xaning mashinasi yonib turibdi. BMW'sini ko'zi shuni payqadimki, mayli. Men xullas mana shu yerga qo'ydim. Yaxshi qilibsan, endi kelaver oldimga. Kelsang kel, kelmasa kelma. Xohlasang Jo'xaning oldiga bor. Mayli, unda Jo'xaning oldiga borishim kerak. Jo'xa qayerda ekan? Jo'xani qidirib ko'rayinchi. Jo'xa shu yerda bo'lsa kerak. Yo, narsalardan foydalanaman. Xullas narsalarni aytib qo'yib qo'yayin. Aytgancha bu narsalarni qo'ymaganimga ham ancha vaqt bo'ldi, o'zi anchagina foydalandim.
bu verstakka qo'ymoqchi bo'lgan ekanman. Mana shularni qo'yib qo'yaman. Endi polzekinlarni yig'ishtirib kelsam ham bo'laveradi. Endi turib tursin. Ketdim, короче. Bularni yig'ishtirib kelsam o'zi bitib tursa kerak. Quruvchi ham kelib qursa kerak. Endi anchagina vaqt o'tdi-ku. No, mayli. Endi borib yig'ishtirsam bo'ldiydi. Bitta shu ishim qolgan bo'lsa kerak-da. Mana shuni oldinga qatorga qo'yib olishim kerak. Nima qayerga ketib qoldi? Uni to'g'rilab olishim kerak va to'g'rilandi. Endi bularni olib olishim kerak. Mana shu yerlargalar pishib turgandi, lekin vaqtim bo'lmagandi. Endi mana shularni yig'ishtirib olsam, juda yaxshi bo'ladi, ajoyib. Bitta ikkitasini tasavvur qilmasa, hammasi pishgan ekan o'zi. Bitta ikkita chirik chiqqanmikan yoki qishloqlar olib ekib ketganmikan zarurat bo'lganda bilmadim, nimadir bo'lganda xullas bularni olib endi sotib ketsam ham bo'laveradi va qurib qo'ygan bo'lsa kerak. Endi sotib uyga salgina dam olaman va keyin tekshirsam ham bo'laveradi. Lekin shu parkovkani joyiga qo'yilayotgani juda ajoyib bo'lyapti. Merning ham mashinasi usti qo'yiladi va o'zimizni mashina ham usti yopiladi. Juda ajoyib bo'lyapti xullas. Va bu eshikni yopib salgina dam olsam ham bo'laveradi. Va shu televizorga tikilgan holda o'tirib turaman. Va endi boraversam ham bo'laveradi va mer xullas bitib qolmadimi? Bitta borib ko'raversak bo'laveradi. Unda borib ko'raychi, bu juda ajoyib bo'libdi, lekin anchagina tez bitkazmi yoki men uxlab qoldimmi bilmadim. Wow, dahshat, lekin juda ajoyib qurgan ekan. Juda zo'r quribdi, ajoyib. Juda chiroqlar ko'payib ketganmikan bilmadim. Lekin juda ajoyib qurgan ekan. Shu mashinani sal oldiroqqa olib qo'ysam ajoyib bo'ladi. Ana endi zo'r bo'ldi. Buni oldini ham yopish kerak, lekin bo'lmaydi. Xullas sizlar videoga like bosib kanalga obuna bo'ling va bundan keyingi videolar juda ham ajoyib chiqadi.